Soliq kodeksining 354-moddasiga kiritilgan qo'shimchaga ko'ra, endilikda nordizentlarga dividend to'lash soliq yuki kamaytiriladi. Agar O'zbekiston korxonasi boshqa mahalliy yuridik shaxslardan dividend olganda ilgari soliq to'lagan bo'lsa, nordizentga dividend to'lash paytida o'sha summa chegirib tashlanadi. Bu imtiyozdan foydalanish uchun 4 ta asosiy shart mavjud. Nordizent korxona ustavida kamida 25% ulushga ega bo'lishi, ushbu ulushga kamida 365 kun davomida uzluksiz egalik qilishi, ilgari to'langan soliq summasi avvalgi hisob-kitoblarda inobatga olinmaganligi bo'lishi va albatta soliq to'langanligini tasdiqlovchi hujjatlar mavjudligi. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 14-apreldagi 216-sonli qaroriga asosan endilikda kredit nota, ya'ni chegirmadan foydalanish tartibi o'zgartirildi. Ilgari kredit nota asosida beriladigan chegirma shartnomaning umumiy summasiga nisbatan 5% dan oshmasligi talab etilar edi. Hozirda esa tartib o'zgardi. Endilikda 5% lik chegirma chegarasi bevosita yetkazib berilgan tovar yoki ko'rsatilgan xizmat summasiga nisbatan qo'llanilishi belgilandi.